student qancha pul topadi? Oldingidek topyapman. 100 mingdan boshlab, 100 mingdan tepasida boshlab. ishlasa ham bo'ladi. Siz oldin patent asosida yurgansiz. Patent asosida ishlaganman, lekin o'qishimga ziyon qilmayapti. Davlat universitetida o'qiyapsizmi? Da, shunday. Kontrakt narxi qancha? Yiliga 140 ming bo'ladi. 140 ming to'layapsiz. Da. Mana bu studentskiy bilet olguncha pul olindimi sizdan? Yo'q. Endi studentskiy biletingiz bor-ku, siz hech qanaqa dokument qilmasdan yuribsizmi? Yo'q, taqdim qilyapman. Qanaqa hujjatlar qilasiz? Migratsiya kartaga orqasiga pechat qo'yiladi. Buni pechat urgungacha qanaqadir hujjat qilish kerakmi? Da, medkinishka olasiz. Medspravka. Medspravka. Krasniy tekstilshikdan. Student bolalar ham krasniy tekstilshikka borib, medko'rikdan o'tish kerak, yashil karta olish kerak, daktaloskopiya, registratsiyasi original bo'lishi kerak. O'qishdan o'qiyapti degan spravka yoki dogovoringizda olib borasiz, sizga skidkada qilib beradi. Shunaqami? Shunaqa. Bu hujjatlarni olib universitetga kelasiz, universitetda nima qilib beradi? Pechat qo'yadi migratsiya yilga. kartaga. Da. 1 yilga pechat urib beradi. Preobrazovание ishonchli tanlov, to'g'ri kompaniya tanlashda adashmanglar. Ekranda nomer, harakatni hozirdan boshlanglar, hatto iyunnida joy qolmadi degan gaplarni eshitmaslik uchun.